يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli dost birodarlarimiz, bu qadimki İslam ve hayat ders programımızınki, yani namaz hakkında şunu da kitfarımız. Yani bu derske yine hoş kipsiler. Allah'ımızdaki imanı tek müstehkem kısın ve şundakla bizni dünya ve ahirette behsadet turmuşqa Allah Taala nasip qilsin. Endi bizdeki bu qadimki dersimizdeki asas yani mavzui yani İslam hayatınki yani namaz kısmı keldik. Namazniki ötkenki derslerimizde biroq azan, namazniki farz, sünnet, o'qilish shakli, qiroat degan mazmunga to'xtaldik. Biz endi hozir namozni ki jamoat masalasida ustida to'xtalamiz. Yani jamoat. Yani cemaat degan hammamizga ma'lum. Yani bu Arapça bir gap. Yani cema'a yecma'u jam'an ve cumu'an ve cemaatan deb mundaq keladi. Yani toplaştı, birleşti, bir yerga keldi, yig'ildi degan ma'nida. Unda o'g'anniki cemaat degan yani yig'ilib turib qiladigan namozniki ibodat shaklendi. Unda o'g'anniki islom dinidagi ibodat bazı bir ibadetler var, yegane qilishga mecbur. Yani bazı bir ibadetler var, bu yani cemaat olup, yani köp salliq olup, yani bir qancha adam bir yerga kelish orqali yani ado qilingan ibadet. Mesela yegane, mesela 5 farzning ishida yegane mesela Ramazan, zakat, qatorliq mana bu ibadetler mana yegane her bir adam o'ziga ayrim mustaqil holatda bu qiladi, ammo uniki bazı bir birleşip yani ortak nem kılgan yeri var. Mesela taravih namaz okuş qatorliqlar. Endi cemaat olup yani bir qancha adam yani toplashib qilingan ibadet. Bu mesela namaz, mesela hac qatorliqlar. Mana hac ibadetiga qarasak, mana hamma adam hajga borgan vaqtda bir qancha ming, bir qancha million adam men haramga berib shu yerda haj faoliyatini yani ibodatini u yerda ado qiladi. Endi namoz masalasiga kelsak, bu namoz bu ham yegane ado qilinishga bo'ladigan ham jamoat shaklida ibodat qilinadigan bunda bir ibodat. Yegane qilinadigan ibodat masalan bu sünnet masalalari var. Bu yegane ibodat shaklida bu kirdi. Endi bu sünnet mesela namazı sünnetlerin başkalarının mesela keçide qo'pib, mesela tahajjud o'qibdi bir qancha aylan, yani bu jamoat shaklida o'qisi bo'ladi, o yaxshi. Ammo o yiliq mukallaf emas. Undan boshqa farz ibodat kelsak, farz ibodat biz hozir shu ustida to'xtalamiz. Yani farz ibodatni faqat jamoat bilan qilish kerak. Yani namoz, yani qanday vaqtda o'qiymiz, qanday o'qiymiz, bu hammasi bu yerda o'tgan darsimiz tugadi. Endi jamoat masalasiga kelsak, bu jamoat yani bir qancha adam yani İslam dinida cemaat degan en az bo'lgan chaqda 3 imom bilan 3 kishi mana cemaat deb hisoblanadi. Yani en az 3 mana bu cemaat bo'ladi. Bu cemaat bo'lgan vaqt o'zida bu har bir adam yani o'zi ayrim bunda o'qimaydi, yani o'ttirda bir adamni imom qilib bizniki namozimizni siz o'qitib bering degan asosda bunda bir shakllanadi. Yani İslam dinindeki asas yani tabiiti yani manevi tabiitiniki bir kısmı yani birleşiş, ittifaklaşış yani cemaatleşiş. Bunu asas gavda kıldı. Yani Müslümanlık halkı şu Kur'an-ı Kerim'de bir qancha adam
birleşinglar, topluşinglar, bölünmenglar degan shunday nimalar va oyat bor. Ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki bu to'g'rida natijik hadislar var. Ya'ni jamoatga qo'shilmay, o'z ayrim yakka yegona mushundaq yashqa vaqtda u odamga qandaq bir ofat, qandaq bir jazo keldiganligi payg'ambar alayhisolatu vasallamninki hadislarda nayt keng doirada deyilgan. Biz hamda islom dinininki asos mazmunlarınki birisi yani birleşip qilish. Yani her bir adam o'zining yaxshisi bo'ladi, lekin eng yaxshisi yani mecbur bir işlama. İslam dini bu Müslümanlar onunki devlet oluş kerak. Devlet olan hükümet oluş kerak. Her jamiyatga layık olan her xil iqimdagi ishlarni qiladigan bir xil organ bo'lish kerak. Hammasi jamoatlashish, birlashish, bir yerga kelishdan iborat bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun islom dininiki nima bo'lsa birlashish. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam mana yadullohi ma'al jamoa. Allah'ınki yardımı cemaat bilan bo'ladi degan bu hadis yani sahih bir hadis. Yani Allah Teala bir adamga, bir xalqqa yordam qilmoqchi bo'lsa, shaxsiy bir odamga yordam qilmaydi. Jamoat qiladi deydi. Yani jamoat bo'lib birlashib qolgan vaqt o'zida bunga Allah Teala'nınki jamoat bo'ladi. Yani yardım bo'ladi. Endi birisi hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni dediki, inna ummati la tajtamu ala dalalatin. Mening ummatim bir yer toplashib qolgan bir ummat xalq har gün zalolatning ustiga toplashmaydi deydi. Yani şu an bizniki g'ayri mesela mazhabdagilar var mesela Şia, mesela Rawafiz, Mu'tazile degan biz onundan ayrılıp şu ahli sünnet vel cemaat deymiz. Sünnetga ergashgan, jamoatlashgan nima xalq kishilar deb atiladi. Yani biz bunu qaragan vaqtda jamoatniki ne kadar yani birleşip topluşunki ne kadar muhim ekanligini biz bilamiz. Hozir dunyoda mana bir adam bir xalq yoki bir yayın bir yani besvelish nemiz kelsa, shu yerdagi kishilarni bo'lish, pokilash, bir-birisiga bir yerga kelmaydigan holatga akib qo'yish, ularniki o'ttirgan, o'xshamagan ushaq gapni selib qo'yish orqali bir-birisiga dushman bo'lish mushishni cho'q qo'llanadi. Hozir men mushishni qo'llanyapti. Qo'llanib bizdagi dushmanlar bo'lgan kofirlar bizdeki rayollarımızdaki ve Müslüman diyardaki kişilerinki uşak, muşundak, mustahap ya ki onun töven bir mesele seliş arkalık öz oturup birbirine düşmeleşip sırt hatta özdeki dindaş, muşundak kişilerini apırıp özdeki eşeddi düşmeni olan, Allah'ın düşmeni olan, Peygamber'in düşmeni olan, İslam dinindeki düşmeni olan aşındak kişilerinki kaşık verip aşlağa yardım yani bir iş tarixida yardım berish talab qilayotgan ham shu kishilarni ularga chaqayotgan, arz qilayotgan mushishlarni ko'ryapmiz. Bu neymiş? Bizdeki yani İslam dinidagi mush jamoatlashish tarafidagi bo'lgan o'yinimizdagi nati töven ekanligi bu yerda bilinadi. Bizdeki hozirgi darsimiz ham jamoat masjid yani namozga jamoatlashish. Mana masjidda namoz o'qisak bo'ladi. U arkan nima qiladi? Namozniki mana jamoatdan o'qish bu sunnati muakkada. Mana farz namozni jamoat bilan masjidda o'qish mana sunnati muakkada deydi. Yani sunnati muakkada degan, yani kuchlantirilgan bir sunnat. O payg'ambar alayhisalom yo'l qo'ygan. Ammo yo'l qo'ygandimi, o haqiqiy bir ravishda noati uningki sunnat ekanligini payg'ambar alayhisalom o'zining oyati tark etgan emas. Noati ta'kidlagan bir sunnat demakchi. Nima uchun desa, mana payg'ambar alayhisalom shuni degan. Al jamoatu sunanun min sunanil huda. Mana payg'ambar alayhisalom mana jamoat degan mana huda sunnatlardan, yani haqiqiy dağdan sünnettin bo'lgan bir sünnet degan. Yani sünnet ikki qism. Birisi sunnatul huda. Bu sunnatul hudaga qat'iy ergashmasak bo'lmaydi. Endi birisi normal bir sünnet, o başka, onu mesela adeti bo'ldi ya kaza deydigan sünnetler yap ishni qopdi deganlar. Ama bu yap ishni qopdi deganlar bo'lmaydi. Onu faqat payg'ambar o'zi Allah Teala'nınki shunda bildirish orqali xalqlarga ibodat shaklida amallashtirishni mana ijro qilgan bir sünnet. Bu sunnatul huda. Şuna bu sünnetul huda mine, şuna deydi, sünnetul huda olganlık için la yahtalifu anhu illa munafikun. Mene bu cemaatten, mene cemaat ile namaz okuş, mescid çıkıp bu sünnetul huda olgan diken, mene bu cemaat çıkmay, aşında namaz okudan kişi fakat münafıklık kıldı deydi. Münafık, uyda namaz okup,
uyga masjid chiqqanima ya u sababni qilib mushundoq masjid chiqish ig'ir keldi deydi. Bu munofiq. Şoň İbn Mesud raziyallahu taala anhu'niki hadisida bor. Mushu jamoat degan, mana bu hadisdagi asas mazmuni qarasak, jamoat degan mana bu payg'ambar alayhisolatu vasallamniki sunnatlarniki qatorida bo'lgan bir sunnatludan. Mana bizdagi davrimizda deydi İbn Mesud raziyallahu taala anhu, payg'ambarning davrida bu jamoat chiqib hammadan masjidda jamoat chiqib namoz o'qiydi. Faqat chiqmaydigan kishi shu kishilarniki munofiq ekanligi aniq bo'lgan kishi, zahir bo'lgan kishi munofiqlar mana masjid chiqib unmaydi. Biz shundoq bilito degan. Endi bu jamoat meselesi hamda biz hamda sünnet-i muakkada dedik, yani bu vacip. Yani bazı ulemalar yani bu jamoat nemisida namozga jamoat bilan o'qish nemisida bir qancha ko'z qarashman. Biz hozir sünnet muakkada dedik, yani vacip. Bazı alimlarimiz var farz deganlar var. Yani namozdagi farzlari biz o'tganda dedik, Taşındaki 7, ichidagi 7. Şunuga o'xshagan shu farzniki bir farz deydi. Yani demek bu adamların göz karşı qarga vaqt yüzüden bir adam uyda müşunda 5 vakit namazını okup özürsiz o adam aşındaq azan anlap turib uyda namaz okusun, namaz emas degan gap. Yani bir adam namazındaki işçi va taşındaki farzniki birini okup turib qolsa qanday bo'ladi o adamniki namaz olmaydi. Şunudan muşta degan gap. Yani bir adamni var yani farzini ikki qilib biladi. Bazıları farz dedik, hem de farz deganliginin yüzüden bazı alimlerimiz farz deganligini ikki ko'rib qo'yiladi. Bazıları farz ayn deydi. Bazıları farz kifoya deydi. Farz ayn degani shart degani. Aslida qattiq qilsa namaz emas demek için. Farz kifoya degani, yani bazı ma'lum bir darajadagi insonlar uni o'tab namoz o'qib masjid qilsa qolganida saqiyat deganlar bu zayif. Bu zayif. Shuning uchun bu farzniki, yani bu jamoatdagi farz ekanligi bu yerda shu bilinadi. Ham uning ustiga mana bu jamoat İslam dininiki şuarı. İslam dininiki şuarı. Yani gayri dindikilermi özgü tuştuk bir yer topuşup kep ibadet kısmı, ama İslam dininiki bir şuarı başkalarını fark edip durgan, muşu mescid çıkıp 5 vakit namazı mescid bazen okulgandaki şu yerde okup sep tutup aldığı imam mescitte yani namazını kılış, bu İslam dininiki bir şuarı. Bu şuar bir yer yok olsa şuna dedi bazı alimler, yer bir rayonda ya bir mahallede şu mescid var ama o yerdeki adamla çıkılınmaydı. Çıkılınmasa uçadı derhal çıkırışka yani emir yani İslami padişah bunu buyruk kıldaydı. Eğer çıkılınmasa onuğa uruş nemesi kıldı diyelim var. Şuna İbn Mesud razıyallahu ta'ala'nın Abdullah ibn Abbas razıyallahu ta'ala'nın bir sözü varken bu zat şuna dedi ki yani cemaat yani en mühim bir farz, mühim bir iş. Yani şuna soradı bir adam. Ya İbn Abbas bir adam şu roz diken, zakat verirdiken, vaaz açına kılırdiken, ama cemaat çıkmayınca bu kandak oğunu dikten. Mene Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas razıyallahu ta'ala'nın o kafir dedi o diken. Bu Tirmizi'de baba bu gap. Yani cemaat, mene alimlerimiz bunu şu degandek farz bir kısım, farzlar hem kifaye. Yani bazı alimlerimiz deydi vacip deydi. Yani vacip yani salat-ı vitir namazda vacip. Diğerler var. Yine bazıları deydi o sünnet. Diğerler var. Onu da bazıları deydi yani musab deydi. Musab diğerlerinin ki hiç kandak bir asası yok. Aciz hem de onun. Hem de demek yani muşu cemaatniki vacipti yakken yani farz diğerler bir kadar güçlü. Çünkü bu doğruda Peygamber Aleyhisselam'daki bir kanca hadisleri var. Bu hadislerindeki birisi de ne mi degen Peygamber Aleyhisselam? Bir gün şuna degen Peygamber Aleyhisselam. Men bamdad namazı bo'lgan gap, bamdad namazını bir adamga tabir o'qitib, mening o'rnimga bir adamni imom qildirsam, u da namoz o'qisa, men shuni bilan yenib chiqib, kim chiqdi, kim chiqmadi deb hammiz qarab, o'y-o'yni aqtirib, ashta qilsam chiqmagan adamni o'qgan bo'lsam, ularniki o'ylarga men o't qo'yib olsam. degan ashundaq sey hadis uchun bor. Shuning uchun bu 5 vaqt namozni masjidga chiqib, mushundaq o'zursiz, meni mushundaq o'qish o durusçu emas. Şu Peygamber Aleyhisselam mana bir qancha sahabalar kelgan, ko'z ko'maygan ya Rasululloh mening uyim, mushta jirah meni ko'zim ko'maydi, mushundaq masjid chiqmasga bir ruxsat bergan bo'lsa ekan, desa Peygamber Aleyhisselam yo'q degan. Amma qilib keyin ayol qichirib akirib, sen azanni anglamsan degan.
Sen anamız degan ki unda o'zi kelmasang ijobat qilmasang bo'lmaydi degan. Ya'ni bu jamoat eng muhim. Jamoat ya'ni masjidga chiqib 5 vaqt namozni biz musulmon mu'min bo'lgandan keyin biz shu namozimizni masjidga chiqib o'qish biz uchun eng nima o? Sunnat muhim bir nima o ish. Biz endi bu shu jamoatniki ustida to'xtalamiz. Xo'sh, endi jamoat shu darajada bo'lgan hukm. Ana bo'lgandiki bu jamoat bo'lgandan jazman jamoatniki namozni o'qib beradigan bir imom lazım. Biz endi bu imomniki ustida to'xtalamiz. Shu payg'ambar alayhisolatu vasallam shu bir qancha sahobalarga siz safar qilib qolsanglar, sizlar 3 odam bo'lgan bo'lsa, o'ttiringlar bir odamni imom qilinglar degan buyrug'imi bor. Ya'ni hammaning o'z oldiga qarab ish qilmanglar. Sizning uchangni bo'lib qolgan bo'lsanglar, o'z uchanglardan bir odamni hammishni bir yetaklab qiladigan bir amir saylab chiqinglar degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi bor. Shuning asosan biz normalda har qanday ishlarimiz bo'lmasin, har qanday bir ish kuchidan bir ish qilmoqchi bo'lsak, o'ttirda bir odamni mas'ul qilib, butun ishlarimizni nima qilgan, shu bo'yicha mengib, nima desa ma'qul deb qiladigan bunda bir bo'ysunish, itoat qilish bir engni biz engimizga to'xtatishimiz kerak. Bizda bu xil ang noiti töven, ya'ni hammani men boshqursam deydigan, ya boshqura olmaydigan, oqidan gap qiladigan. Bu biz uchun to'g'ri bo'lmagan shu masala. Biz kimni biz, ya'ni bizni cho'ng, ilmi, ham ishni qila oladi deb uni shunday oldin chiqargandiki, biz uniga ma'qul deb to'g'ri bir shaklda yo'llantirib, to'g'ri bir shaklda buyruq berib qolgan bo'lsa, uni bo'zishimiz kerak. Ammo bu bir ayrı başka bir mevzu. Ama o adam Kur'an hadisga karşı zıt bunda bir şey olsa uçağda o bulmaydı demdi. Fakat Kur'an hadisdeki sayının aslideki bunda bir şekilde değil o demdi. Hoş, anda o andaki cemaat. Cemaat çıkış yani cemaat bu şekilde demdi. Anda o andaki cemaat, bu andaki cemaat imam lazım. İmam birinci olup kim bulur cemaatin içinde? Bu İslam dinindeki hükmü bu. Mene cemaatke imam bo'lgan eng loyiq kishining birinchisi olim kishi. Ya'ni sunnatga olim. Ya'ni namozniki ahkomlari, tahoratniki farz, sunnat, mustahab, uniki tahorat sinib ketish va hokazo ahkomlar biladigan, mushu namozning ahkomlari, islom dinining ahkomini kim bak bilsa, mana shu kishi birinchi bo'lib imom bo'ladi. Mana bu islom dinidagi qonuniyati bu. Ikkinchisidan bu hemmisi mesela yokken, mesela onun tövbeni mesela qarirağı varken, ikinci derece turğunu qarirağı. Yani Kur'an-ı Kerim'ni en beknim kıladırken okuyduğun kişiler. Yani hafızlar imam oluşka bu layık. Mesela imam mesela adım bilen hafız bu kaptı. Bu kalgan bolsa uçağda o yerde imam kim boludu? Mene bu hadis, mene bu hükümge asasen şu yani içindeki alim kişi imam buluşka layık. Meyli tadaş neymi dişini dezer. Biz Allah'ın Resulü'nü biz yaxşı gördükemiz buş boyunca iş kılışımız gerek. O imam buluş çoğun bir neymi iş emez. O jük o. O bulmağa vakti yüzü de mesela kari boludu. Mesela kari emmisi boludu. Şu an kari boğandikin eğer emmisi beraberken alim emmisi okşaşken hem karilik varken ama ona olan olsa uçağın yüzüden mesela hem alim hem kariyken uçağda en yaxşı hem alim hem kari oğun ne? Bunu biz ne koyduğumuz ne? İmamçılık buluşken en yaxşı deyimiz bu hükümü asasen. Hem de bu da hemmisi okşaşken, hemmisi alim okşaşken ama kari varken uçağda kim aynı imam oldu? Kari rağı. Kim aş tecvidini Kur'an-ı Kerim'in ubdan okup ihlas eden okuyduğun kişi yani ikinci derecede bula beraber yani alim kim kari olsa bu imam buludu. Eğer bu da hemmisi beraberken hemmisi alim hem kari yok gidip de bu canın üzerinde üçüncü derecede evra en takvadarı. Vera olan takva işkisi otursa takva degen Allah buyurgan, peygamber buyurgan, toskan işin emmini yanğallık. Ama vera degen şu bidim yüzünü çoğun tatkallık. Mini biz onu vera deyimiz. Yani bu da hem alim hem kari yok bağlan bolsa kimni şunun işi kim evra olgan bolsa kim muttaki tekimi vera yolunu tutkan bolsa yani şu kişi imam buluşkan bulayım. Eğer bula hemmisini layı okşaşıp gitti. Mesela hemmisi alim hem kari hem vera hemmisi okşaş takva şundak Allah'ın neyimiz şu emel kılıdığan bütün vücudu bilen İslam dini
buyurgan amal qilgan müşta bo'lib qolgan bo'lsa, u chaqda kimning yeshi cho'ng bo'lsa, u bo'ladi. Kimning yeshi cho'ng bu bo'ladi. Agar yeshi hammasi o'xshash bo'lib qolgan bo'lsa, u chaqda kimningki kiyimi, yüzü chiroyli bo'lsa, meni bu bo'ladi deb qo'yandi. Kim uningda bo'lsa, ovoz chiroyli bo'lgan u bo'ladi, ya'ni tadrijiy mushtaq bo'ladi endi. Bu meni Qur'oni Karim, men islom dinimizniki imomniki ustida kimning imom bo'lish loyiqligining ustida belgilagan bu hukm bu. Buning hammasi bir hadisda ilingan bir masala. Endi xo'sh, endi bu asli loyiq kishilar bo'ladi endi. Bu bo'lmabdi endi. Masalan, imomga eng layoqatli mushu bo'lgan vaqt yuzida bizning namozimiz yüzde qabul bo'lib, Alloh taolo bizning namozimizni qabul qiladi, qilgan duoyimiz uchun ijobat bo'ladi. Bu endi. Endi bu yerda endi masalan qulluq davrimiz hozir bizniki yo'q. Masalan, Arabiy, masalan, saralik bir odam imom bo'lib ketdi. Bu imom bo'lishi bu odamniki makruh. Yo'q bo'lmaydi, u fosiq. Ya'ni fosiq bir odam imom bo'lib ketdi. Bir masjidga bir yerga. Ya'ni fosiq deganimiz, ya'ni gunoh ishlab soladi u odam. Yolg'on gap qiladi, kishining haqqini yeyishni qo'rqmaydi. Masalan, ba'zi bir shunda xato ishlarni qilib qoladi, bu fosiq bo'ladi. Bunda bir kishiniki imom bo'lishi meni makruh. Yana birisiganiki mubtadi. Mubtadiniki imom bo'lishi umuman makruh. Endi mubtadiniki imom bo'lishi makruh bo'lishi, fosiq bilan mubtadi, fosiq degan bu e'tiqodiy tarafda to'g'ri, Ahl-Sunnah val jamoaning qatorida bu nim qilaverdi. Mubtadi degan bu yana e'tiqodiy tarafdan, ya'ni Ahl-Sunnah val jamoaniki e'tiqodi bo'yicha bo'lmaydi. Masalan, Ahl-Sunnah val jamoaning qatorida bo'lmay, masalan, Shia bo'lib ketdi, masalan, Mu'tazila bo'lib ketdi. Mushunda bir imom bo'lib qolgan bo'lsa, mana u imomniki, mana u namoz o'qishi, u bizga nisbatan undaq namoz makruh bo'ladi. Makruh bo'ladi deganlik endi bu namoz bo'lmaydi deganlik emas, namoz bo'ladi. Savobi kam bo'lib qoladi. Endi fosiq degan-chi, fosiq degan ashta xato ishlik qiladi, to'g'ri ishlik qilmaydi. Allohning rasuli nima degan bo'lsa, mana qilib unmaydi, qilmaydi. Ya'ni g'ayrilarni qiladi yoki bizdagi vatanlarimizdagidek uçanımızda Kur'an Allah'ın Resulü'nün birinci o'rin qo'ymay g'ayrininki gepini birinchi o'ringa qo'ydi. Musulmonlarniki manfaatiga ziyon ishlarni qildi deyli. Bu da fasik. Bu fasik. İtiqadi tarafdan egar, aşı itiqadi egar mushu odamlarniki itiqadida ish imom bo'lganining egar Qur'oni Karim hadisasi Rasulullah'niki Qur'on bo'lgan buni rasmiy uni yaxshi ko'rish kerak. Egar yaxshi ko'rmay g'ayrinikini yaxshi ko'rib men mushtaq qildim desa u bid'atniki eng yuqori kufr darajaga olib borganlik bo'ladi. Eğer bunda bir imamlar bayqılıb qalsa, mana bunda bir imamlar bayqılıb qalsa, o qat'iy dursa emas, onun aqs namaz o'qish. Yani onun itiqadi rasmi İslam dinininki, yani itiqad qilishga tegishli bo'lgan farzniki g'ayriga nima qiladi ekan? Allohning birlik barligi, Qur'oni Karimning Allohning so'zi ekanligi, Payg'ambar alayhisalom Allohning payg'ambari ekanligi degandek, mush iymonniki shartlarga zid mushta ishlarni qilgan mushta kishi, yani uchuq mush islom dininiki iymon etishga tegishli bo'lgan narsaga rasmi zohirda biz uni bilsak, u gumoni emas. Qani og'iz oyat anglab ketdiman, mayonda qildim, unda ketib bordi deb. Bundan qilib qolgan odam agar kufr rasmini qilgan bo'lsa, o'chanizda buning oqidan namoz o'qish bu dursa emas, bu kufr. Kufr bo'ladi, u qat'iy dursa emas. Masalan, fosiq degan munofiq bo'ldi. Ammo munofiqniki rasmiy qalbiy jihat munofiq bo'lgan bo'lsa, yani qalbida iymon etqilinmay, ameliy jihatda iymon etib, masalan, qanday qilib josus kirgizibdi deyli, masalan, kafir hokimiyati, bu asli kafir. Ama şekil cihetten taratilib namaz o'qib qiladi xalqni aldash uchun. Biz uni isbotlab qolsak, o'chan o'zi isbotlab qolgan bo'lsa, buning oqida namoz o'qish qat'iy dursa emas. Bu namozi maqbul emas, u harom. U cho namozimiz qabulchi bo'lmaydi. Bu qat'iy dursa bo'lmaydi. Ammo bid'at qo degan, ammo o yiliq fosiq deganimiz, masalan, mubtadi deb qildik. Ammo o yiliq vazirib xato qilib qoldi, ammo qalbida rasmi Allohning borligini tushunadi. Ammo ba'zi jihati mushunaqchi ketib qoladi. Ama bu fasık ya mubtadi bo'ladi. Bunun aksi o'qig'imiz bu faqatla makruh bo'ladi. Makruh bo'lgandan keyin endi bunida namoz qabul qilaveradi. Endi bular endi mushu makruh. Qariga odam, masalan,
ko'z ko'maydigan odamniki iymon bo'lishi bu ham shunday makruh, ham valadi zinodan tug'ilgan, ya'ni otasidagi kim ekanini uqulmaydigan bir odam aqancha olim bo'lib ketsa-mi, zinodan tug'ilib ketdi deydi, aqancha olim qori bo'lib ketsa-mi, bu odamlarningki mana iymon bo'lishi bu makruh. Endi bu makruh bo'lgandan keyin bo'landi. Fasiq, mubtadi, valadi zina dedik. Mana Arabiy, ya'ni yeziliq hech qanday bir narsa bilmaydigan qara, jahil, nodon mushaq qolgan bo'lsa, agar ilgari bo'libdi, iymon bo'laman deb bu durust. Ammo faqat makruh. Nima uchun bu makruh deymiz? Bu nima uchun durust deymizsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir hadisi bor. Sallu xalfa kulli birrin va fajirin. Siz namoz o'qinglar, har qanday yaxshi muttaqi imamning va fasik imamning orqada namozchi o'qinglar, agar ular jamoat shaklida bo'lgan bo'lsa, degan nima hadisi bor. Shuning uchun biz iloji kim bor, shu shartga asosan iymonni bekitish kerak. Agar u bo'lmay tatib qolsa, agar u fasik ekan, mesela yolg'on gap qilgan haqqini yeydi ekan, u xato ishni qilib qoladi ekan, yoki bo'lmaydi g'ayriga yugurib boradi ekan, islom dinini qilmaydi ekan, biz uni bilamiz, ammo gumon qilish orqali bo'lmaydi, rasmiy isbotchi bo'lish kerak. Mushta bo'lsa biz uchoqda namoz maqbul bo'laverdi. Ammo u jamoatni bo'lgin selishga bo'lmaydi. Ya'ni ular jamoatga chiqishning o'zi ashning orqasida o'qish bizga farz. O'qimasa bo'lmaydi. Bo'linib chiqib uyda o'qishga hech qanday ruxsat yo'q. O'sha chiqsiz, o'sha o'qiysiz. Ammo rasmiy aniq bir kufr bo'lgan bo'lsa, qalbiy nifoq bo'lgan bo'lsa, o'chani o'zida u bo'lmaydi, uning uchun dalil bo'lish kerak. Uyda o'qimizga bashada o'qing, ammo uyda o'qishga qat'iy ruxsat yo'q. Ammo siz gumon qilib, u jamoatniki odam ekan, e'tiqodi mandaq yoki sufi yoki mundaq deb siz oldidan shu odamlar ko'rishsiz, aniq deysiz. Agar shu tushuntirib tursangiz, uni unimasa, rasmiy uni inkor qilsa, masalan, islom dininiki iymonniki bir muhim rukunlarning birisiga yoki zonliq mundaq bir nima bo'lsa, o'chani o'zi yin unimsa kufr bo'ladi, u boshqa isbotlaysiz. Ammo siz uni tarbiya qilmaysiz, chiroyli bir shaklda u ila sabil robbika bil hikmati wal maw'izatil hasana. Unda qilmaysiz, qilmay turib, jiroq turib, u kod-kodlab oxirini gap qilishga bo'lmaydi. Siz u masjid chiqmaydigan, unda bir sababni qilishga qat'iy ruxsat berilmaydi. Ondan o'g'anda ki siz ilojga namoz uyda o'qishga bo'lmaydi, masjidga chiqib o'qish kerak. Agar u imom ashta fasik nim bo'lsa-mu, namozni o'qiyveramiz, gadinimizga narsani shu farzni ado qilaveramiz. U imom bo'lish Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan iymon degan nima? Domin. Ya'ni bizdagi jamoatning namozining hamini ustiga eval degan gap. U odamniki imomning maqbul iymon namozning maqbul bo'lishi, bizning namozning maqbul bo'lishi bo'lmasligi, uning bo'lmasligi. Ana agar buni o'qib qolgan odam Allohning oldiga borgan vaqtda hisob berdi. Iymoni bor odam bunday ishni qilmaydi. Agar iymon yo'q bo'lsa kofir bo'ladi, u boshqa. Biz endi namozni nima bo'yicha Alloh odam qon bo'yicha ado qilamiz, ammo shartga tushgan bo'yicha asos qilishimiz kerak desa hakimiyatimiz bo'lgan bo'lsa. Eng olim, aqra, eng vara, yeshcho'ng, men hokim bu qonun bu deymiz islom dinining. Bu bo'lmadi endi. Bizni qonunimizni boshqaramiz deb ishta qilib ketib fasiqlan qilib qo'ydi. Ma'lum darajada fasik qilib qo'ydi, yoki nim qoldi uni ubtiraq odam bor. Mesela unda qilib qolgan bo'lsa, biz shundoq imomlarningki mana shu diniy ahkomni obdan bilishga yetakchilik qilishimiz, tushuntirishimiz, o'rgatishimiz kerak. Bildirishimiz kerak. Ondan keyin masjid chiqmayman deb sabab qilishga bo'lmaydi endi. Agar shunday qilib qolsak, ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sallu xalfa kulli birrin va fajirin degan mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu yerda hadis uchun bor. Mana Imom Dariqutni rahmatullohi alayh mana rivoyat qilgan bir hadis bu. Mana bu hadis, mana mush hadis asosan yine Abu Hurayraniki roziyallohu ta'ala anhuniki bir hadisi bor. Mana Abu Davud rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shuna degan. El jihadu vacibun aleykum ma kulli emirin birren kana faciran degan. Jihad qilish sizning gadanligan mayli amr bilan vojib. Ya'ni bir boshliq bilan vojib. Ya'ni yakigani jihad bo'lmaydi. Jihad degan jazman bir birlashgan, bir o'rtoqlashgan, bir tashkiliy qurum shaklida kelgan mushtaq bir holat shu jihadchi farz deydimdi. Shu mayli amr, mayli yaxshi bo'lsin, mayli fasiq bo'lsin, mushrik bilan sizlar amr chiqinglar desa jihad qilish uchun vojibchi bo'ladi. Vassalatu vajibatun alaykum xalfa kulli muslimin. Mana namoz o'qish har bir musulmonning yadiniga sizlar uchun vojib. Mayli u musulmon, mayli yaxshi bo'lsin,
mayli şu fajir olsun. Va agar chandagi gunoh kabirini ishlagan bo'lsa-mu, mana uningki oqida namoz o'qishingiz sizning ustingizga vojib. Jamoatni bo'lishga, jamoatni yerishga, jamoatni ojizlashtirishga qat'iy cho'ng bo'lmaydi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Bu oyat bu mazmunda bir qancha yadilcho'ng bor. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bor. Shuning uchun shunga payg'ambar sollallohu men farraqa, ya'ni kimiki shu jamoatdan ayrilib ketgan bo'lsa, mana u mana gadini kesin degan bir hadis bor. Shuning uchun biz namozimizni jamoatdan o'qishimiz iymon bo'lsa ash shaklda bo'lgan bo'lsa bu yaxshi bo'ladi. Agar bo'lmay pas qilib qolganimiz namozimiz shu durust bo'laveradi. Uni bo'lgunchilik qilib chiqmay deb o'zimiz ayrim qilib, uni uyda o'qishga unda qat'iy bo'lmaydi. Biz mahalimiz bo'yicha shu yerda o'qishimiz kerak. Agar u imom mana bir xato bir ishni qilib qolgan bo'lsa, kufr olib o'char ko'zimiz ko'rib aniq 100 ishongan bo'lsa, 100 ishonishingiz sizningki aql o'shin joyida bo'lishi kerak. Hissiyotga tayinib, o'chmanlikka tayinib, hasadga tayinib yoki shaxsiy adovatingiz tayinib bir odamni yaxshi sat ko'rish orqali bunda qarlashga bo'lmaydi hamda. Rasmiy lillah to'g'ri maydonda turib, andagi shu odam aniqlab, andagi qilsangiz, andagi u odamning xatoligini, andagi insof bilan, andagi bir qancha shartlar bor, u ko'kirib chiqib qolgan ish emas. Shuni bilan andagi u odamning fosiqligi, rasmiy kufr qilganligini ko'rib qolsangiz, uchaning o'zida andagi hujjat gapingiz. Bo'lmasa, kichkina bir adovat yo shaxsiy hissiyot, yo bo'lmaydi, mushundaq o'chmanlik, hasad, bunda bir jahdidan unda qilib qolsangiz, mesela shaxsiy bir to'qinish jahdidan buni uni yaxshi ko'rib qarlayman deb qilsangiz, u Allohdan qo'rqishingiz uchun kerak. Buni bilan jamoatni vayron qiladigan, jamoatni bo'ladigan, jamoatni ojizlashtiradigan, jamoatniki inovatiga daxl ta'ruz qilib, jamoatniki inovatiga bundaq ziyon yetkazadigan ishni qilmasligimiz uchun kerak. Bu biz uchun eng muhim bo'lgan bo'ladi. Endi imom bo'lgan kishi namozni uzun qilmaydi. Jamoatning o'tgani deyildi. Jamoatning ahvoli qarab namozni o'qiydi. Agar jamoat noitibak ya da vaqtining bo'lgan bo'lsa, bir qator uzun o'qipasi bo'ladi. Agar aldirangan va tijorat, dehqonchilik bunda bir ishlari bir davr bunda bo'lib qolgan bo'lsa, shuni qarab o'qish kerak. O imomning ishi bo'lmagan bilan boshqalarning ishi bor. Shuni bir amaliy ahvoliga uchun qarash kerak. Buni bilan lekin bu kishilarni jamoatdan sotib qo'yishga bo'lmaydi. Jamoatni nafratlantirib qo'yishga men uchun bo'lmaydi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisida men amma qawman falyusal bihim salata adafihim fa inna fihim al-marid wal kabir wa zal haja. Payg'ambar shunday degan. Bir odam bir qavmga imom bo'lsa, mana u odam shu yilqi ash kishilar bilan namozniki eng ojiz bir shaklda kishi o'qiydi, shunday bir shaklda namozni o'qib bersin. Chunki ularning ichida kasal, cho'ng, hojatmand kishilar va buning uchun rioya qilsin degan. Men imom bo'ldim deb u xohlagancha o'qishni bo'lmaydi. Ya'ni o'tganda biz qiroatni qanday o'qigan bir shaklda shu buncha o'qonimiz, ham bo'libmi rioya qildim deb, masalan, jiddiy vaqtlarning o'zida uzun sari o'qilib, jamoatni bundaq masjid nafratlantirib qo'ygan, unda bir ishni qilishga imomningki shu durust bo'lmaydi. Endi ayollar masalasi jamoat chiqish bu masala va makro deb qaraladi. Ammo payg'ambar alayhisolamningki davrda ayollar ham payg'ambar alayhisolamning ayollari jamoatga chiqdi. Endi chiqdi o'chada zaman aminti. Yazma bu ayollar masjidga chiqish kerak. Masjidga chiqib shu jamoat bilan birga o'qish kerak. Jamoat bilan o'qishda mana Oysha roziyallohu taolo anha, Ummu Salima roziyallohu taolo anha qatorliq mana bu payg'ambar alayhisolamningki ayollari onamiz mana jamoat bo'lib, mushda imom bo'lib namozchi o'qigan. O'qib bo'lgandan keyin agar bularga ayrim bir yer tutib bergan bo'lsak, ayrim bir yerda o'qigan bo'lgani bu yaxshi, ammo ayrim bo'lmagan bo'lsa, o'chada erlarning keyinda o'qigan bu uchun yaxshi. Endi chiqqan vaqt o'zida deydi olimlarimiz, mana yosh ayollarningki mana chiqmasligi kerak. Bo'libmi peshin namozi, asr namozi va kaza namozga chiqmasin, bu makro deganlarmi deydi. Chunki u nima deydimiş hadise? Yani pitnup qoldi deydi. Hozirgi davrimiz shu, ayollar ko'chirib chiqayotgan, mushtaq qilayotgan, yana mushtaq ishlarni qilayotgan. Endi ayollarimiz agar haqiqiy taqvo muttaqi bo'lsa, masjid chiqib namoz o'qib,
aşağıda qilish kerak. Bu islom dinininki ko'rsatgan bir hukmi. Endi bizdagi fiqh kitoblarimizda men ayollarniki mushuna jamoat bo'lib o'qish bu makruh deb qaraldi. Chunki bular shu ijtihod qilish orqali keyingi davrlar, ya'ni bu kitobni yozilib 7-8 yil bo'lgan. Shu vaqt yuzida ayollar jamoat chiqsa makruh bo'ladi, zaman buzib ketdi degan. Agar hozirgi zamonimizdagi ahvollarni ko'rsa qanday bo'ladi bular? Yani bunu bir o'yin paqishcho kerak. Shuning uchun ayollarimiz chiqsa, iloji chiqmas, yani chiqmadi demasligimiz, chiqishga imkon yaratib berishimiz kerak. Shuning uchun bu masjid degan biz musulmon xalqininki to'plashadigan, ibodat qilgan bir joyi. Shuning uchun agar imkon bo'lsa chiqish kerak, ammo chiqmayman desa yaxshi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandek, ayollarniki uyda o'qigan namozi eng yaxshi, uyda o'qiganda o'ziniki ichki vujudi o'qigani bu yaxshi degan hadisi var. Bunu uchun qarash kerak. Agar ayollar namoz o'qib qolsa, imomi mana o'tirib turdi. Akishinikidek bunda oldida turmaydi, o'tirib turib, Mesela şu namaz okuydu Ayşe radhiyallahu ta'ala annemiz ve Ummu Seleme ve başka ayolları, Peygamber Aleyhisselam'ın ayolları işte namaz okuyan. Endi bu iş tügüdü. Eğer bir adam bir adam bilen namaz okuttu. Yani iki adam namaz okumak iken bu da vakit kanday kılıdı. Bundan vakti yüzüde o adam eğer namaz okup kalsa iki adam namaz okumak bir adam imam boludu. Uşuna vakti yüzüde o yanındaki iki adam şu imam boğan adam yani uttu, tüp durdu. Eğer o adam üç adam okuttı. Mesela üç adam imam boğan olsa imam boğmakçı olan kişi aldı tuturdu, iki adam mene keyin tuturdu. Şimdi iki adam namaz okuyan vakti o imam boğan adamın sol tarafı tutulmaydı, on tarafı tuturuş gerek. Uttu oturdu. Kişiden kendim tutulmaydı, okşaş şekilde turdu. Ama kişiden kendi geçip kasıp olmaydı, bu şu işsel evcep ketken bir iş. Şuna buna dikkat çok kılış gerek. Şimdi imam buluş yukarıda buludu hem de er kişilerinki, er kişiler imam buluş o. Er kişilerinki ayallığa, kişivallağa iktidar kılışka katip olmaydı. Ayallah imam buptu, er kişiler cemaat tuttu, bu katip dursemez. Kişivallah mesela balağat yetmegen. Buna bir kişivallah imam boğan bolsa, imam bulup namaz okutmagan bolsa, balağat yetmepti. Balağat biz bilimiz. Yetmegen kişivallah'ınki imam buluşu hem çok dursemez. Çünkü onunki okuyan namazı nepli. Nepli oğandayken kalan kişilerinki okuyan namazı farz. Şunun için bu dursemez. Şimdi kişivallandı. Balağat diye mesela teravih okuttu. O duruz. Farz gibi olmaydı ama teravih gibi oldu. Teravih mesela 10 yaş kirmey durup mesela 7-8 yaş Kur'an yad yapıptı. Yad yapıp oğandayken mesela teravih okuydu Ramazan'da o buptu. Uçağınızı da hem de çoğun erkekler onun iktidakısı bulur. Nepli o duruz. Ama nepledim başka perzge kişivallah iktidar kılış bu katli duruz emez. Ama sep tutuş kandak durdu. Sep tutuş en mühim. Aş askeri bir şekilde tüp durdu. Peygamber Aleyhisselam'daki bu doğruda naidicik hadisler var. Şu an size sepni tüz kılınla, Rus kılınla. Eğer onu kalmışsan Allah Teala muş kılış arkasının kalbini birbirisiyle karışık koydu. Digen. Şuna bize kalbimizdeki, elmimizdeki ortak, okşaş buluş için biz namaz okuğa vaktiki sepimizni tüp düz, hiç kana bir kıngırçı bu kalması için gerek. Hem namaz okuğa vaktimizde, septe okuğa vaktimizde yandaki adamlar bizdeki ağırlığımıza hiç kana bir araşıp kalması gerek. Araşıp kalsa bulmaydı. Araşıp kalsa bu şeytan kirvalı değil, bu dursemez. Şu Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinden sahabede Peygamber Aleyhisselam devrede biz namaz okusak muş mühürlerimiz birbirimize tikip muşundan da çın muşta vurup ketip de yağırıp ketip derecede açtak bolutu dep var. Çın müstehkem sıkı yani jim munda bir turuşçu gerek. Munda bir kişiden ağırlış unda çok bolsa bu degende çok bulmaydı. Ama sep turuştu kandak turdu. Sep tuğa vakti yüzüde mene aldı bilen er kişiler turdu. Yani er kişi birinci septen turdu. Onun deyken er kişiler turup boğandayken er kişilerin sebebi tügendeyken ikinci katada kişivallah turdu. Onun deyken eğer ayallah çıkıp kalsa ayallah en keynede turup bunda bir şekilde namaz okuydu. Ayallah'ınki er kişilerin ağrısı kirep bunda o kişi katliçi dursemez. Eğer şu bir namazda ayal ağrısı namaz okuttu ayal bilen ikiz okşaştırıp kaptı bir namazken. Mesela piş namaz açtık kalkan olsa, eğer imam aş gelirse ki namaz ihtiyakkan olsa, ben aş adamın namazı hemiz buzulup getirdim. Bunu çok dikkat çok, karış çok gerek.
Men imam, mesela imam, ayollarga men imam bo'ldim desa, o'chada mana shu imamning hammasining namozi yani buzilib ketadi. Chunki ayollar sapning eng oxirida turish kerak. Bu oldida turib oldi, bu durustchu emas. Agar imam niyat qilmabdi ayolga imam bo'lishni, o'chada imamning boshqa odamniki namoz buzilmaydi, faqat shu kishiniki ayol kishining namozi buzilib ketadi. Bu shuning uchun buzilmaslikning oldini olish uchun qanday qilishimiz kerak? Biz o'chaning o'zida ayollar keyinda turish kerak. Hargiz ayollarga o'xshash, bunda bir sapida o'xshash bir qatorda turishga bo'lmaydi. Endi birinchi sapniki ne kadar fazilati bor? Bu eng mana hadisda deyiladi. Birinchi sapniki bo'lgan fazilat debek Alloh taolaning bergan savob u kishilarga bak yuqori. Bu bir ayrim bir mavzu. Shuna bu sap turishda shu shaklda, shunda bir shaklda turishimiz uchun kerak. Endi ayollarning masjid chiqmaslik jamoat deganlarda bundan borkan, mana ayollarniki jamoatga hozir bo'lish bu makruh qilindi, yosh ayollarniki degan. Endi bu oyatda biz deb uni o'tilgan to'q. Endi qari ayollar bo'lib qolgan bo'lsa, yashib qolgan ayollar bo'lsa, mesela bomdatga, mesela namoz shamga, xutanga, chiqayt namozga chiqsa bo'ladi deydi. Endi bu yosh ayolning chiqish bo'lmaydi degan, bu kitobni yozgani 7-8 yil bo'lgan gap. Shu chaqda pitib qoladi degan. Pitni qo'yib yosh ayollar chiqsa, nachar kishilar bor. Unda bo'lib qoladi dedi. Agar unda bir ishni amin bo'lsak, o'char chiqaversa shu bo'ladi endi. İmam Azam shuna deydi ekan, İmam Abu Yusuf bilan İmam Muhammad mana bu namozlarning hammasiga yashnib qolgan ayollar chiqaversa bo'laverdi. Men peshiga chiqqanda asrga xubdan kun banda chiqaversa, bu bo'laverdi deydi. Bu ayollarningki masjidda mana namoz o'qishga asli shu bor. Endi masalan jamoat mesela tarat olgan, taratsiz yoki tayammum qilgan kishilar bo'ladi. Buni qanday bo'ladi? Biz buning ustida to'xtalamiz. Endi tohir odam mana tohir, ya'ni sog'lom bir odam taratibdi. Bu odamningki men mustahaz bo'lgan ma'nisi bo'lgan kishilarning oqiz namoz o'qishga bo'lmaydi. Ya'ni istazi. Ya'ni o'zri bor bir odam. Mesela davomli o odam ya yal chiqib turdi tarat osma, yoki buni qanab chiqdi. Bunda kan ekip durdu, bir yer jirin ekip durdu. Bu adamniki özür deb hesaplandı. Bu adamlar her bir namazga bir kata mene tarat alıdı. Şunun bilan şu vaqt chiqib ketgan amanani o'g'liniki tarat buzib ketdi. Endi bir namoz vaqti kirdi, uni tarat qilib o'qiydi. Mana bu özür kishilar, bu özürlük kishilarningki oqisidan mana sog'lom bir kishiniki namoz o'qishi bu durust emas. Yana mana durustchu emas. Yana qari bo'lgan kishi, yani yüz alim hafiz, bu kishiniki ummiy Türk adam, yani qara, hech qana bir narsa bilmaydigan nadan er kishiniki oqisi namoz o'qishi bu durust emas. Yana shunida kip kelgan kishiniki mana namoz o'qishi yalg'ish kishiniki kim yo'q bir kishi masalan. Voy bu adam yalg'ish kishi ekan, o adamni olim ekan deydi. Buning oqisi yeni bir adamniki, yani kim tuğan adam iqtido qilib bu adamga namoz o'qishi bu durustchu emas. Endi tayammum qilgan kishi hamdi. Tayammum qilgan kishilarniki masalan tarat olgan, tayammum qilishlarga imom bo'lishi buni da durust bo'laverdi. Shuningdek masih qilgan kishilar. Masih qilgan kishi putini jug'an va hokazo kishiga mana nima qilaversa, iqtido qilaversa bu durust bo'ladi. Shuningdek hamdi o'rtib namoz o'qiydigan kishilar masalan o'ltirib namoz o'qiydigan imomga mana namoz o'qisa bu bo'laverdi. Chunki payg'ambar sollallohu shunday o'qigan, buni bunday bir shaklda o'qish kerak. Shuningdek hamda ishorat qilgan odam, masalan bir qancha odam voqea mang'olmaydi ekan, qo'polmaydi ekan, ammo namoz ishorat qilib o'qiydi ekan. Bular jamoat o'ylab o'qish kerak. Bu hammasi o'tirib bir imomlik qiladi. Mana ishorat qilgan odamni ishorat qilgan odamlarga iqtido qilib, bundan namoz o'qisa bu bo'ladi. Ammo ruku qiladigan, sajda qiladigan odamlar ishorat qilib namoz o'qigan kishilarga iqtido qilib namoz o'qishi bu durust emas. Endi birsiga ekan farz o'qiydigan odam, nafl o'qigan odamga mana iqtido qilib namoz o'qishi qat'iy durust emas. Ya'ni bir odam farz o'qiydi ekan, o bir adam farz o'qiydi ekan, bir odam u vaqtning farz o'qib nafl o'qimoqchi ekan, sunnatini. Bu odam kelib endi odam iqtido qilib o'qiladi desa bu durust emas. Qat'iy bu namoz ayrim bo'ladi, bu durustchu emas.
Endi nafl o'qigan odam, farz o'qigan odamniga iqtido qilsa bo'ladi. Masalan, bir odam farz o'qib bo'libdi, endi bir odam farz o'qimoqchi ekan. Yana o odam nafl o'qimoqchi ekan, endi nafl deb, odam farz o'qib bo'lgandan keyin men farz o'qigan odamni aqs berib, namozga iqtido qilib ashuni o'qib olsa, bu odamning namozi nafl bo'ladi, o odamniki farz bo'ladi, bu durust. Bunda hech qanday bir bo'lmaydigan tarafchi yo'q. Endi agar bir narsa bilmaydigan, masalan bizniki rayonlarimizda, masalan Saradan kelgan, hech qanday aqani bilmaydigan mujdan bir odam namoz o'qiydi ekan. Buni qo'pib, bu odam qo'pib, birinchi odamga imom bo'lib demdi. Imom bo'lgan bo'lsa, ya'ni shu o'qiy oladigan ham o'qimaydigan aralash odam imom bo'libdi. Imom bo'lgan bo'lsa, buning hammasi bu kishining namozi fasid deydi. Chunki u namozning ichidagi qiroatni joyida o'qish, rukunni qanday ekanligini nada o'qish, farzni qanday qilish, vojib, sunnat hammasi o'qigancha bu biz uchun muhim. Endi u Saradagi ishni bilmagan odam qilib qolgan bo'lsa, buni uchun bilmaydi, shuning uchun u durustchi emas, ishni bilmaydigan qarqo'saq. Agar ashunda ixtiro qilib o'sha odamga ashunda boshqalar ashunda aralash namoz o'qib qolgan bo'lsa, buniki namozi tubdan buzilib ketadi. Buniga biz diqqat qilish kerak. Endi bunda chaning o'zida agar qarilar ekan, u chaning o'zida u yalaqqa bir narsa bilmaydigan, o'sha odam namoz o'qibdi. U odam ayrim o'qibdi, bu ayrim odam o'qibdi, biz ixtiro qilishmay, ya odam boshqa o'qib ketdi ekan. Bu odam ko'p ana o'qisam bo'lmaydi deb bunda o'qib qolgan bo'lsa, u chaning bu ishkilsin namozi ayrim u durust bo'ladi. U cha durust bo'lmaydi degan gap yo'q. Shu buni bir diqqat qilish kerak. Bizdagi hozirgi mana shu jamoat masalasida, ya'ni namozni jamoatdan o'qiymiz degan haqidagi bo'lgan bu dars temamiz mushun bilan oxirlashdi. Endi bir qator ko'rishkichilar hammalarni Allohga omonat qildik va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Buniyal islamu ala khamsati arkanin fid din. صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله